Telefon tuzatadigan ukalarimiz aytadi, domla deydi, qizlar telefon olib keladi deydi. Endi bular ishi ham to'g'ri emas o'zi. Istoriyasini qarasang, uyatib ketasan deyapti. Haligi internetga kirganda istoriya degan joyi bo'ladi. Qaysi kuni net soat qaysi saytda o'tirgan, nimalarni ko'rgan. Qiz bolalar qo'liga qimmat telefonni olib bergan otalar eshitib qo'yinglar. 100 yillardan beri, 1000 yillardan beri or-nomus deb atalgan narsalar qololi deyilyapti ana shu dasturlarda. Avratini yopib yurgan ayollarni, hayosini yo'qotmagan pokiza ayollarni orqada qolgan qololar deyilyapti. Allohning hukmida yurib, o'zining iffatini, pokizaligini saqlab yurgan ayollar bo'ynini qisib yuradi. Chunki jamiyatni ongini shunday boshqarib tashlagan. Kim? Televizor. Odob, axloq, insoniylik, odamiylikka chaqirilmayapti bu programmalarda ko'pida. Aksincha bu sifatlar yo'q bo'lishiga sabab bo'lyapti.